Sochingiz oqarib to'kilishni boshladimi? Unda bu videoni albatta ko'ring. Hozir men sizga sochni mustahkam qiluvchi va oq sochlarni qoraytiruvchi zo'r retseptni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi faqatgina qora choy. Aynan mana shu qora choy bilan biz sochlarimizni ham qoraytirib, ham mustahkam qilamiz. Buning uchun nima qilish kerak? Men sizga hozir ko'rsataman. Qanaqa narxi, qanaqa turi, buni ahamiyati yo'q. Bizga qora choy bo'lsa bo'lgani. Qora choyni olamiz va 3 qoshiq solamiz. Barana 4 qoshiq solamiz. Xullas 4 qoshiq kichkina qoshiqda choy solamiz va buni ustiga qaynab turgan suv quyamiz. Taxminan 3-4 qoshiq choyga 50 gramdan ozroq suv quyamiz. Stakanimiz 100 gramlik, lekin men 50 gram emas, undan pastroqqa quydim. Aynan mana shu holatda xuddi choy damlagandaqa dam yediramiz buni. Taxminan mana shu ichidagi suvi sovimagunicha shunday turishi kerak. Sovigandan keyin esa ichidagi choy to'q qora choyga aylanadi. Xohlang soch ildizlariga paxta orqali shindirib suring yoki sprey idishga solib ildizlarga sepsangiz bo'ladi. Aynan mana shu holatni 1 oy mobaynida har kuni takrorlaysiz. Xohlang soch ildizingizga surtib bo'lgandan keyin sochingizni yuvib tashlang, xohlang shunday qolsa ham bo'ladi. Buni hech qanaqa zarari ham, hidi ham yo'q. Qaytanga qancha soch ildizingizda ko'proq tursa, shunchalik yaxshi. Quruq sochlar umuman yuvib tashlamasa ham bo'ladi. Masalan, mening sochim quruqligi uchun men yuvmayman. Yog'li sochlar esa xohlasa yuvib tashlashligi mumkin. Albatta bu usulni o'zingizda sinab